Bugun sizlar bilan Statement of Profit or Loss'ni asosiy layout, ya'ni ko'rinishi qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz. Demak, Statement of Profit or Loss o'zi nomi bilan aytib turibdi. Kompaniya foydada yoki zararda ekanligini ko'rsatib beradigan hisobot ekan. Ya'ni yil davomida qancha sotuvlar qildi, qancha xarajatlar qildi, hammasi mana shu hisobotda ko'rsatilar ekan. Demak, bu yerda 31 mart 2009 yilda qilingan hisobot ekan. Demak, bir yil davomidagi oborotlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda sales revenue. Sales revenue bu nima degani? Aynan siz asosiy faoliyatingizda qilayotgan oborotingizda yil davomida tushgan summasi. Misol uchun siz deylik kompyuter sotasiz yoki telefon sotasiz yokida kitob sotasizda. Mana shu bir yil davomida sizda $180 ming kitob sotildi. Mana shu asosiy faoliyatingizdan kelgan yil davomida sotilgan tovarlar va tushgan pul hisoblanar ekan. Cost of sales bu tannarx. Tannarx. Keling shu yerga yozib qo'yamiz tannarx. Ya'ni siz sotuv qilgan tovarlaringizni tannarxi. Sizga necha pulga tushgan bu tovarlar? Okay. Endi opening inventory haqida gaplashsak. Opening inventory bu yilni boshida siz mana shuncha tovar bilan mana shu nimaga kirgansiz. Opening inventoryda yilni boshida 30 minglik tovaringiz bo'lgan. Keyin purchases, ya'ni siz sotish uchun yana tovar sotib olgansiz. Purchases sotish uchun tovar sotib olgansiz. Va closing inventory. Closing inventoryni yozib qo'yamiz yoniga. Bu yil oxiridagi sizda qolgan ostatik tovarlar. Yil oxirida qolgan tovarlar. Sotilmay qolgan tovarlar. Inventory deymiz, okay? Demak, bu yerda cost of sales, ya'ni tannarxda biz nimalarni ko'rib chiqarganmiz? Birinchi navbatda bizda yil boshida qancha tovarimiz bor edi? Sotish uchun, tovar oborot qilish uchun. Undan tashqari yana 120 ming. $120 ming tovar sotib oldik. Demak, bizda 30 ga 120 mingni qo'shsak, bizda 150 ming $150 ming tovar tannarxi bo'lgan, tovar oborot qilish uchun bizda tovarimiz bo'lgan va undan $40 ming tovar yil oxirida qolgan. Ya'ni 31 martga kelib $40 ming tovar qolgan. Shuning uchun bu closing inventory deyiladi. Closing inventory keyingi yil, misol uchun 2010 yo'q, keyingi yil deganda aynan 31 mart bo'lsa, aprel 1 aprel 2009 yildan уже closing inventory'dagi $40 ming sum opening inventory'ga o'tadi. Bu mavzuni hali keyinchalik ham boshqa chapterlarda ko'rib chiqamiz. Hozir bizga bilishimiz kerak bo'lgan narsa aynan shu opening inventory nima degani va closing inventory nimani anglatishini bilib olsak bo'ldi. Demak, $150 ming tovar oldik va bizda $40 ming tovar qoldi. Qo'shib buni ayiramiz. $40 ming skobkada turibdi. Buni ayirib olamiz va bizda 150 mingdan 40 ming ayirsak $110 ming demak xarajat qilingan ekan asosiy faoliyatimizda biznes qilishimiz uchun. $180 ming endi $110 ming ayirib olsak bizga gross profit, yalpi foyda deymizmi, yalpi ichki foydasi $70 ming teng bo'lar ekan. Va bu gross profit deyiladi. Gross profit sales minus cost of sales. Mana shu bizda gross profit hisoblanar ekan. Demak, $180 ming sotib oldi va uni o'zi asl narxi tovarlarni $110 ming, $70 ming foyda qildi kompaniya. Ya'ni yalpi foyda deymiz buni. Endi kompaniyada boshqa bir joydan ham keladigan kirimlar bo'lishi kerak. Ya'ni bo'lishi mumkin. Boshqa qo'shimcha daromad sifatida. Bu other income'ni ko'rsatamiz ekan. Other income, misol uchun rent received, interest received, ya'ni nimasinidir arendaga bergan kompaniya. U mashinasi bo'lishi mumkin, qanaqadir binosi bo'lishi mumkin. Kompaniyaga tegishli bo'lgan qaysidir bir aktivni, demak, nimaga bergan? Ijaraga bergan. Va bu yil davomida $10 ming
income, ya'ni qo'shimcha daromad topib kelgan. Interest received, misol uchun bankda puli bor kompaniyani. Aynan shu kompaniyani bankda puli bor va u yil davomida $1000 qo'shimcha daromad oldi. Demak, 10 mingga mingni qo'shsak $11 000, yuqorida $70 000ga other income'ni ham qo'shib, ya'ni umumiy foydani ko'rsatamiz ekan. $81 000 ekan bu. Endi kelinglar expense partlarini ko'rib chiqamiz. Albatta, foyda bo'lgan joyda aynan xarajat ham qilingan bo'ladi. Biznes yuritish uchun ketgan xarajatlarni ham hisoblaymiz. Aynan buni ham profit or loss, ya'ni statement of profit or lossda ko'rsatar ekanmiz. Birinchi navbatda rentga, ya'ni arendaga, ijaraga $5000 expense ketgan, xarajat ketgan. Electricityga $3000 sarflagan. Telefonni puli ham $2000 bo'lgan. Wages and salaries, ya'ni oylik, ishchilarning oyligi $15000 to'langan. Motor vehicles, foydalangan transportlari $6000 xarajat ketgan. Demak, bularni umumiy qilib hisoblaganda $31000 xarajat qilgan ekan. Bunda bizada shuni anglatadiki, demak, biz barcha qilingan foydadan bu xarajatlarni olib tashlasakkina bizda sof foyda kelib chiqar ekan. Bu $50000 tashkil etadi. Qarang, cost of sales bu expense'ga kirmaydi. Bularni alohida ko'rsatish kerak. Bu asosiy faoliyatidagi tovar oborotni hisoblanadi, tannarxi. Bu yerda esa expenses, boshqa xarajatlar. Demak, kompaniya 1 yil davomida 31-mart 2009-yildagi holati $50000 net profit, ya'ni sof foyda bilan yopgan ekan. Mana shu hisoboti $50000 plusda ekan. Va buni biz o'sha yuqorida aytganimizdek net profitni ham o'zini formulasi bor. Kelinglar yozib chiqamiz. Net profit teng bo'ladi total income'ga minus expenses. Buni kattaroq qilamiz. Total income minus expenses. Shunda bizda net profit kelib chiqadi. Total income'ni biz qayerdan hisobladik? Mana bizda $81000 total income bor edi. Va expense'larimiz bor ekan, boshqa o'sha arenda, electricity, telefon, oyliklar, mashina transport to'lovi, bularning hammasi $31000 bo'ldi. Demak, $81000dan $31000 ayirsak, bizda $50000, ya'ni net profit bilan kompaniya mana shu holatda ekan. Agar esingizda bo'lsa, biz o'tgan darsda statement of financial position'ni ko'rgandik va bu yerda aynan profit for the year degan joyda ya'ni degan joyda $50000 ko'rsatdi. Mana bu $50000 aynan mana shu $50000 aynan mana bu statement of profit or lossda hisoblanib, mana shu capital bo'limiga qo'shiladi. Profit for the year to 31st March 2009. Okay. I think, guys, everything is clear now. This statement shows how much the business earned, how much it spent, and the final profit. In this example, the business made a net profit of $50,000. Okay, thank you, guys. This is the end of our today's video. Have a nice day.